Moskvadan Toshkentga kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekranlarda ishonchli nomerlar bo'ladi aka-ukalar. Behijolat aloqaga chiqib, WhatsAppdan pasportinglarni tashlab, shu avtobusdan mesta olishingiz mumkin aka-ukalar. Avtobusda hozir tashqi holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Kunda Moskvadan jo'nab ketyapti aka-ukalar. Ekranlarda ishonchli nomerlar bo'ladi. Behijolat aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotlar olishingiz mumkin. WhatsAppdan ism familiyalar yozdirasizlar aka-ukalar. Все, kelaverasizlar, ketaverasizlar. Bagajlarga pul olinmaydi mana. Aka-ukalarimiz ketyapti hozirda. Avtovokzallardan avtovokzallarga aka-ukalar. Ekranlarda ishonchli nomerlar bo'ladi. Behijolat bog'lanib ketsanglar bo'laveradi. Bagajlar 80 kilo, 90 kilo olib kelaverasizlar mana. Hozir 1 soatdan keyin peronga qo'yiladi aka-ukalar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bitta-bittadan like turinglar aka-ukalar.